Halima Ahmedova qanday mavzuda qalam tebratmasin, uni go'zal tashbihlar va badiiy obrazlar bilan qog'ozga muhrlay oladigan mahoratli shoira. Tashbih to'plamidagi she'rlarini o'qir ekansiz, go'yo yozning issiq kunlaridan sezdirmay kuzning salqin xazonrez manzaralariga tushib qolgandek bo'lasiz. Ko'z yoshingni artib ol deya xazonini tutadi daraxt, meni kuzga topshirib qo'yib, sen qaylarda qolib ketding baxt. Shoira kuzni inson ruhiyati bilan shu qadar uyg'unlashtira olganki, u orqali kitobxon o'z qalbidagi sezilmagan his-tuyg'ularni anglaydi. Daraxt barglari xazon bo'lib to'kilgani singari, inson yuragi ham to'kilishiga, so'nishiga mahkum bo'lishi mumkinligini eslatadi. Yurak negizida muhabbat yashar, egasi Allohdir, kesimi hayot, biz esa baxtsizun yashovchilarimiz, lida obod etib, sizdachi barbod. Halima Ahmedovaning badiiy tili nafis, tasviriy, ohangdor va yurakdan yurakka o'tuvchi kuchga ega. U she'rlarida sog'inch, muhabbat, kechikish, iztirob va ichki ziddiyatlarni samimiy ifoda etadi. Har bir satr inson qalbini xotiralar bilan uchrashtiradi. Go'zal tashbihlarga yo'g'rilgan cheksiz olamiga sayohat ettiradi.